Assalomu alaykum azizlar, hurmatli Facebook do'stlar. Men hozir bu sarlavhani bekorga qo'ymagan edim. Hozir bosim o'tkazyapti, boshqa qilyapti deb. Hozir mendan to'g'rima-to'g'ri bosim o'tkazish mumkin edi-yu, lekin qanaqadir nimadir bo'lyapti-da hozir. Men shuni deb qabul qilyapman. Xo'p, xullas, gap shundaki, bundan yaqinda bitta qo'shnimiz, yon qo'shnimiz, men 42-kvartirada yashayman, xonadonda yashayman. 41-kvartiraga, ya'ni xonadonga bir To'raqo'rg'on, bizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Bordimko'l qishlog'idan bir Kibraxon degan bitta ayol ko'chib keldi. Hop, ko'chib keldida, xotin ko'chib kelishdi. Eri, meni bilishimcha, endi bu men kelgan havola qarang, Andijonda ekan. Prokuraturada ishlar ekan Namanganda. Nima dedi? Bular hammadan gumonsirab, hammani o'g'riga chiqardi. Endi men ham to'g'ri tushunaman bu masalani. Masalan, hammadan gumonlash, uyimga, meni ham uyimga o'g'ri tushsa, hammadan gumon qilaman. Lekin misollar bizni domdagilar hech qaysi bir nimada o'g'rilik qilmaydi-da. Mana hozir o'g'rilik bo'yicha hozir prokuratura, hozir ichki ishlar xodimlari bu bo'yicha hozir tergov olib boryapti. Hozir ichki ishlar xodimlari bir g'alati bir pozitsiyasini tushuna olmay qolyapman. Bizga hozir qanday tushsam ekan. Endi hozir men o'sha qo'shnim bilan hozir g'ijillashib qoldim. Bugun arzimagan bitta ikkita xotin kishining o'rtasidagi bu muammoga nima bo'lib qoldimda, eshigimni qattiq bir taqillatgani uchun jahlim chiqib ozgina tortishib qoldimda, keyin bilan janjallashdim. Endi eriga yetkazib beribdi. Endi eri aytayaptiki, bu hozir podyezdda damkomiz bilan ozgina g'ijillashib janjal bo'ladi, insident bo'lib qoladi. Endi mana chaqirdi damkom, tushsam, san xullas ko'lam janjal bo'lgandan keyin ichki ishlar xodimlari keldi. O'zi bo'lgan voqea nimadan bo'ldi? Mana shunaqa dedim. Keyin prokuratura ishlar xodimiga aytayaptiki, uni prokuraturada ishlaydigan eri, meni e'tirozim bor dedi. Men qaradim, sen mana kecha dedim, e'tirozing bo'lsa, nima e'tirozing bor? Menga tushuntirib berchi dedim. Sudda gaplashamiz dedi. Endi qarang, bu anchadan beri davom etyapti. Damkomimizni ham, mahalla komiteti ham hozir, boshqalar ham hozir tishini g'ijillatib turibdi-da hozir beyda. Bundan oldin meni o'g'lim bir, endi gap o'g'lim haqida ketyapti. Men bundan oldin 2024-yili o'g'lim bir yigit bilan ota bezor, xudo bezor bilan ozgina ilakishib qolgan ekan. Endi u o'g'lim bilan nima qilgan ekan, u bola ketdi, u bilan ajrashib ketdi u bola bilan. Endi qanaqadir yo'l bilan buni uyushtirildi-da, bu o'g'limni qanaqadir yo'l bilan menga bosim o'tkazib turish, oxiri mana o'g'limni ham qamab qo'yishdi hozir. Qanaqadir yo'l bilan oxiri qamashdi-da. Aylama yo'l bilan bosishyapti endi bizga. Mendaqa huquq himoyachilarga aylama yo'l bilan nima qilyapti? Endi hozir men to'g'ri gap kepish holatidaman, asabim qo'zib turgan holatdaman. Asabim yomon nervim o'ynayapti hozir. To'g'ri gapda menga hozir bosim o'tkazilyapti hozir. Aylama yo'l bilan, to'g'ri tikkasaga emas hozir. Aylama yo'l bilan. Gap shundaki, nimaga uni deyapsiz aka? Nimaga sizga aylama yo'l bilan qilyapti desangiz, mana eda bizni birinchi mikrofonda meni qo'shnim Kotov bir rus yigiti bor edi. Unga bosim o'tkazilgan ekan. Bir qo'shni bilan nizo chiqib qolgan ekan. U bilan nizo bilan alik bo'lganda ichki ishlarga xodim bilan ozgina nizo chiqib qolgan ekan. Prokuraturaga shikoyat qilib nima qilganda, prokuraturadan qaytib kelayotganda bu bolani ichki ishlar xodimlari uni ustidan izdivosiya qilib, uni nima qilishgan ekan, juda bosim o'tkazgan ekan. Bu bola birinchi guruh gunohini, yuragi kasal. Endi bu bolani oxiri bu bola yana prokuraturaga, ichki ishlar xodimlariga, keyin menga keldi, yordam so'rab, men bu masala bo'yicha shug'ullandim. Ichki ishlar xodimlari bilan ozgina bunaqa bosim haligi yomon ma'noda urush bo'lgani yo'q. Ular bilan tinch qonuniy tarzda nima qildim. Endi hali bundan keyin hali 3 ta ichki ishlar xodimi 3 kishini ishdan haydab yuborishgan. 3 ta haydab yuborishganda, endi tishini g'ijillatib uchalasi hozir menga meni surishtirib hozir ichki ishlar xodimlari, shu 3 dan bo'shagan ichki ishlar xodimlari hozir tishini qayrab, oxiri meni
aylanma yo'l bilan bosim o'tkazib oxiri mana shundoq deb qabul qilyapman. Qanaqadir uyushtirildida o'g'limni shundoq qilib qamab qo'ya qoldi. Tushunyapsizmi? Hozir 165-moddani ikkinchi qismi bilan ham hozir mana turmada o'tiribdi hozir. O'tgan yili nima bo'lib, hozir mana bunaqa holat hozir. Endi bu bugungi holat mana bunaqa. Mana hozir aytaylar, bu qanaqadir yo'l bilan meni bir qanaqadir xatolikka yo'l qo'ysamda, hozir bu bilan meni ustimdan shikoyat nima qilib topshiradi-da, meni qamaydi. Tushunyapsizlarmi? Menda hozir shunaqangi bir напряженный holatda turibman hozir, ishonasizmi? Shu bilan 3-marta shunaqa bo'lishi. Agar hozir menga nisbatan azil birinchi marta bir marta nima qilganda indamas edim. 3-marta hozir shunaqa bo'lishida. Tushunyapsizmi? Juda g'alat holatda bu. Bu davlatimizni obro'sini bir tiyin qiladi, gap to'g'risi. Bu ichki ishlar xodimlarida emas, ayrim qanaqadir bir chiqib ketgan mashinani qabul qilyapman. Bu birinchisi. Bundan tashqari dadamning nomidan Facebookda dadamning nomidan chiqish qilib, ana chetda yurgan o'sha Mo'tabar Tojiboyeva, Bahodir Choriyev va hokazolar bilan urushtirib qo'yapti dadamning nomidan. Har xil narsalarni chiqarib. Bu ham bir bosimda bizni oilamizga nisbatan bosim deb hisoblayman men buni. Keyin men bu bo'yicha ichki ishlar xodimlariga murojaat qildim. Ichki ishlarga murojaat qilganman, lekin bu o'sha kuni ariza yozgan kuniboq, o'sha arizam yozgan kuniboq o'sha bu profil yopilib qolgan emish. 83-moddani ikkinchi qismiga asosan ish yopilgan emish. Mana. Ko'ryapsizmi? Bu yerda hozir bir g'alati holat bo'lyapti. Bilmayman, bu logikaga to'g'ri kelmayapti-da, mantiqqa to'g'ri kelmayapti hozir. Endi hozir blogerlar mana qamalib ketdi. Endi mayli, ular o'zlari uchun o'zlari nima qilgan bo'lsa, balkim o'zlari javob berishadi, balkim xato qilgan. Gapimda emas. Bu anchadan beri davom etib kelyapti-da bu. Men o'zim sekin aylama yo'l bilan mana shunaqa nima qilib aylama yo'l bilan qilishyapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti tushunmadim hozir. O'zi bu yerda yashashdan ham bir ma'no qolmayapti keng gap to'g'risida. Sababi inson huquqlari himoyachilari bilan masalan oldingi yillari davlatlar bilan, uni xususiy nima deydi, rasmiy idoralar bilan uchrashuvlar bo'lardi. Xalqaro tashkilot vakillari bilan nimasida har xil brifinglar bo'lardi. Masalan, uchrashuvlar bo'lardi, misollar, davra suhbatlari bo'lardi. Bu yerda hozir shunisiga hozir o'sha nima Ukrainadagi voqeadan keyinmi bilmayman. Umuman hozir huquq himoyachilarga nisbatan hali nima deydi, nisbatan qanaqadir boshqacha qarash bor-da. Bu O'zbekiston qo'l qo'ygan normativlar bor. Inson huquqlari normativlari. Umuman tushunib bo'lmayapti hozirda. E'tibor ham berishmayapti hozir. Menga hozir mana shunaqa holat bosim o'tkazilyapti hozir aylama yo'l bilan. Lekin hozir men o'sha prokuraturada ishlaydigan bola hozir menga meni ustimdan agar shikoyat qiladigan bo'lsa, ichki ishlar agar prokuratura ish qo'zg'aydigan bo'lsa, men aytib qo'yay, men orqaga qaytmayman misoldan. Hech qanaqa bir ortiqcha gap gapirganim yo'q bu ayoliga. Bir haqorat qilganim yo'q, boshqa nima qilganim yo'q. Xullas qalom qonunni buzadigan bir qanaqadir harakat qilganim yo'q. Lekin hozir bu yerda men shunday deb qabul qilyapman, lekin bu tuhmat bo'lmasin. Shunday deb qabul qilyapman. Bosim o'tkazilyapti menga. O'sha huquq himoyachilarga nisbatan men huquq himoyachisiman, inson huquqlari faoliman. Menga bosim o'tkazilyapti. Tushunyapsizmi? Shunday deb qabul qilyapman men. Xo'p, mana shunaqa gaplar hozir aslida. Endi bu bilmadim. Hozir hayronman hozir. Yashashdan ham bir ma'no ham qolmayapti-da. Xullas hijrat qilamanmi deb turibman hozir. Ketib borib o'sha yerda bu O'zbekistondan ketib boraman deb turibman hozir. Va ta'zim bo'ladi urgandan keyin. Bir og'iz bitta gap gapira olmasam, haq gapi gapira olmasam, birdaniga o'zini himoya qilib olishadi, tavba qilib. Bitta muammo bo'lsa, bir og'iz gapira olmasang, bir masalan rasmiy idoraga borsangiz, oldin xat yozib bering, ortiq haligi xat chiqarib bering, keyin siz bilan aloqaga chiqishadi deb gapirishadi. Alohida xat qilib chiqish, ichki ishlarga bir murojaat qilsang, bir davra suhbat o'tkazaylik. Bizdagi huquq himoyachilar bilan o'tirish qilaylik.
boshqa qilaylik, bunaqa muammolarni birga yechaylik deyishdi deb nima qilib murojaat qilsangiz misollar. Bular uchrashmaydi, alohida xat qilib chiqing deydi. Mayli biror marta ichki ishlarga men murojaat ham qilganim yo'q, bu bora bo'yicha, masala bo'yicha yo'q boshqa qilganim yo'q. Lekin bu keyingi payt umuman aslini olganda davlat bilan o'sha huquq himoyachilarning o'rtasida, rasmiy idoralar bilan o'rtasida konstruktiv dialog bo'lishi kerak. Bu mediatsiya deydi. Mediatsiya to'g'risida qonun bor. Mana endi hozir menga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, men shuni deb qabul qilyapman. Bosim o'tkazilyapti hozir. Keyingi payt umuman tushunarsiz holat bo'lyapti-da. Mana hozir ichki ishlar xodimlariga yo bir boshqa yoqqa chiqadigan bo'lsa, men bilib turibman, hali biror marta chiqmadim. Lekin hozir boraman, ichki ishlar xodimasiga bitta muammo bo'lsa, siz bo'lmasam deydi, dejurni shuni deydi. Alohida xat qilib, keyin chiqasiz deydi. Bu qanaqa gap bu? Bu demokratik bu prinsiplarga umuman to'g'ri kelmaydi misolda. Men shuni tushunyapsizlarmi? Hozir mana shunaqangi yo'llar bilan bosim o'tkazilyapti-da. Bitta insonni himoya qilsangu, boshqa nima qilsang, mana shunaqa yo'l bilan bizni hali qilyapti. Ta'zim o'tkazyapti hozir. Bu uyushtirilyapti-da, qanaqa? Hozir bitta uyushtirilyaptiki, sekin mana qilib, ichki ishlarda ishlaydigan bir yo bir prokuraturada ishlaydigan bir qo'shni keladi-da, sekin